2026-yil, demak 25-yanvar mana o'sha bizni demak Afrika hayvonlari bog'imiz. Odamlar ko'p, qushlar juda ko'paygan, ajoyib. Bilmayman boshqa joylarda yemish qolmaganmi bilmayman. Shunaqa ko'p, odam ko'p kiryapti. Endi kechki payt bu jirafalarimiz mana. Hozir sizlarga oq ayiqlarni ko'rsataman. Oq ayiqlarimiz bor. Bu yerda nimalarimiz bor? Sen tushaversan, o tepadan chiqib peyzajlab qo'ysa yaxshi bo'lardi, o tepadan. Menga qara, o tepadan chiqib peyzajlab qo'y bu tomon. Video qilsang ham bo'ladi. Men pastga tushib ketdim, meni pastdan topasan. Mana havosi nihoyatda zo'r. Aylanib, mazza qilib yursa bo'ladi. Bu yerga endi kimlar kelyapti o'zi? Ko'proq, ha? Menda ekanmi kal? Ha, ko'proq demak nafas qisganlar kelyapti. Xo'p. Nafas qisganlar kelyapti. Keyin men bitta narsani sezdimki, yurak kasali ko'p kelyapti. O'zimni ham yuragimda ozgina bezovta bo'ldi. Stent qo'yamiz deyishdi. Men o'zim yuragim atrofiga biovital oldim-da, shunaqa o'zimiz uslubimiz bor va yangi yurak degan dorim bordi, shuni ichdim. Shundan keyin nihoyatda ajoyib o'zgarishlar. Mana hozir 5-10 kilometr yursam ham hansiramayapman. Mana haqiqiy oq ayiqlar. Oq ayiqlarda hozir rasmga tushsak ham bo'lar ekan. Mana haqiqiy oq ayiq. Mana bu yerda mana Buriy medved dedi. Endi o'zbekchasiga nima ekan shu grizli oyoq ekan. Ayiqchasi grizli. O'rta Osiyoniki hisoblanmasa kerak grizli oyog'i. Oq ayiqlar mana bu yerda. Hozir mana oq ayiqni ko'ramiz. Pingvinlar. Haqiqiy oq ayiq. Endi oq ayiqni biz qanday suratga olamiz? O'zimiz ham rasmga tushmoqchi edik. Tushsa bo'larmikin? Qayerda ham. Xullas havo juda ajoyib. Ajoyib havo. Bu yerda suv zaxiralarimiz ham bor. Albatta bu yerda katta o'zgarishlar ketyapti.